Qizlarjonlar, raspakovka Mama Znayt. Qizim uchun Mama Znaytdan bir dunyo narsalar zakaz qilganman. Raspakovkasini birgalikda qilamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda taglik. Men tagligini bolajonim tug'ilganidan beri kiydiraman. Hozir biz 6likka o'tganmiz. Trusikchaligini olib ishlatib ko'ringlar qizlar. Trusikchaligidan yonlaridan chiqib ham, oqib ham ketmaydi. Вообще zo'r. Allergiya bermaydi, gipoallergeniya. Havo 100% havo o'tkazadi. Ayniqsa yozda issiq kunlarda bolajoninglar mazza qilib kiyib yuradi. Tagligiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi narsamiz bu Mama Znaytni kir yuvish shunaqa gellari universal. Ham kattalarning kirini yuvsanglar bo'ladi, ham yosh bolalarning kirini bemalol qo'rqmasdan yuvsanglar bo'ladi. Bolajonlarga hech qanaqa zarar yo'q, toshmalab toshtirib yormaydi. Endi yosh bolalarga alohida parashok, kattalarga alohida parashok qilib yurmaysizlar. Bitta mana shuni olsanglar, men har kun kir yuvaman. Bitta mana shuni o'zi 2 oyga menga yetdi. Barakali, ham narxi ham juda ham hamyonbop. Keyingi tovarimiz влажный salfetka Mama Znaytni 4 ta pachka zakaz qilganman. Baribir xohlaymiz ham, xohlamaymiz ham bolajonlarimizga влажный salfetka ishlatamiz. O'shanda spirti yo'q, hech qanaqa hidi yo'q влажный salfetka olishga harakat qilinglar. Mama Znayt влажный salfetkalari gipoallergeni yosh bolalar uchun chiqarilgan влажный salfetkalari. Meni tanlovim Mama Znayt narsalari. Zakaz qilinglar qizlarjonlar, yangi yilga juda ham zo'r skidkalar qilgan chegirma narxlarda narsalarni xarid qilib olasizlar.